Assalomu alaykum azizlar, mana navbatdagi tarozimizni Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumaniga olib keldik. Xudo xolasa egalari mana mollarini olib chiqib tortishyapti probaga. Xo'p. 2 tonnali tarozimiz 2 yil garantiyasi bilan, manzilimiz Namangan, ustalardan mana. Xudo xohlasa 414 kilo. 414 kilo. Barakasini bersin. Xudo xolasa mana zo'r o'zlarini mana probaga uylarida. Akamiz uylarga borib mol tortish xizmatini yo'lga qo'ymoqchilar. Xudo xolasa barakasini bersin. 414 kilo. Kimga qiziq bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, shunday tarozlarimiz mana bemalol murojaat qilasizlar. Manzilimiz Namangan, Pop. 2 yil garantiyasi bilan tarozimiz.